Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, Qudratilla Oz kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa mana bugun biz yana Andijon mebel bozoridan qisqacha videolarni qilib boramiz. Sizlarga stol narxlarini obzor qilib beramiz. Albatta, sizlarga stol narxlari qiziq bo'ladigan bo'lsa, video davomida albatta to'liq narxlarni va ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qiziqqanlar bo'lsa, aka salomatmisiz? Kayfiyatlar qalay? Jimiz aka yaxshimisiz? Charchamayapsizlar? Aka buni nechta stoli bor ekan? Hop, aka bunimiz 12 kishilik, yong'oq yog'ochda bo'lgan. Hop, xonimiz uzunligi 360 ga 120 lik. LED chiroqlari xonada, tumbalarida qilingan. Hop, kolonkalargacha joylangan. Xudo xolasa video davomida ko'rsatib o'tib ketamiz. Buni taydami kolonkasi? Tayda kolonkasi. Tayda kolonkalari ham bor ekan. Stollar nechta dedingiz? 12 dona. 12 ta stol bor ekan. Hurmatli obunachilar, bittadan like bosinglar, videomiz ko'proq odamga tarqaladi. Sizlardan bizning mehnatimizga yarasha albatta bittadan like bosinglar, ko'proq odamga tarqaladi. Sizlardan tegadigan foyda bizga shu bo'ladi. 12 million so'm dedingiz-a? Yo'q, 16 million so'm. 16 million so'm dedi akamiz. Mana 12 ta stoli bilan 16 million so'mga baraka qilsanglar bo'ladi. Keyingisi ham sizdanmi? Keyingisi ham bizdan aka. Bu qancha ekan aka? Bunimiz 2 kampli joylashgan, 16 talik, 12 talik variantlari bor. Monika deyiladi, oyog'i oddiydan, puli yengilroq chiqadi deygan. Qancha deyapsiz? Vatandoshlarimiz bo'lsa, bularimiz 16 talikni 9 million chiqaryapmiz, 12 taligiga. Buni qanaqa joy aka? Narsalar qo'yib qo'yadigan joymi oshiqcha? Yo'q, bu 2 kamplida aka, bunimiz 16 talik xondika, uzunrog'i, bu tepasidagi 12 talikdik, 320 lik, 360 lik, bu yerda 2 kampli joylashgan. Ikkita stol ekan, qaranglar, uzunrog'i bor ekan, kaltarog'i bor ekan. 12 talikdiki, 16 talikdiki. Stol ha, demak. 12 talik necha pul, 16 talik necha pul? 12 taligimiz 7 million chiqaryapmiz. 7 million, xo'p. 16 taligimiz 9 million chiqyapti. 9 million so'mga olib ketsa bo'ladi demak. Keyingisi qancha aka? Keyingisi aka Xurram modelimiz. Bu ham 12 kishilik, yong'oq yog'ochda bo'lgan. Hozirda rasm modadagi stullardan biri. Yong'oqdan tayyorlangan ekan, mana qaranglar. Xon taxta bo'ladi, 320 ga 120 lik xonimiz. 320 ga 120. 12 kishilik. Bunimiz 9 million so'm chiqaryapmiz. 9 million so'm. Nechta stoli bor? 12 dona stuli bor, oyoqlari 3D gullari bilan. Bemalol kelishsa bo'laveradi hurmatli obunachilar, 3D gullari bilan ekan. Keyingisi ham sizdanmi? Keyingisi ham bizdan aka, ko'raverasizlar. Lekin. Ha, bunimiz xudo xolasa simali oyoqlari bilan qilib beramiz. 12 kishilik. Oyoqlari mana. Aha. Bunimizning narxi 7,5 million so'm chiqadi. Yong'oq 7,5 million so'mga 12 ta stoli bor, ha? Stuli bilan. Lekin chiroyli ekan, qaranglar. Albatta, materiallari turetskiy qarab kelishaverasizlar. Turetskiy materialda ekan. Holatlari mana, stollari 12 ta stoli bilan 7,5 million so'mga kelishsanglar bo'ladi. Yana tushib beradigan joylari bor. Kelishamiz aka. Puli yengilroq deydiganlar uchun rossiyskiy yog'ochlar, litva yog'ochlarda optim narxlarda chiqarib berilaveradi. Ikki xil rangda bor. Shampan sveti bor, oqi bor aka. Qancha deyapsiz? Narximiz 3 million 600 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. Arzon so'raganlarga 3 million 600 ming so'mga kelishsa bo'laveradi. Buni soni cheklanmagan miqdorda bor aka. Magazin desa qilib beraverasiz. Ha, magazin, do'konlarda hamkorlikka chiqib Optimga arzonroq ham qilib berasizlar. Optimga arzon. Sizlar nominaldan sizlardanmi? Bu ham bizdan aka. Bu ham chiroyli ekan. Qancha ekan bu? Bularimiz 8 million so'mdan chiqadi. 8 million so'mdan qaranglar mana. Nechta stoli bor buni? 12 dona stoli bor buni ham. Qoplama varianti bu. 8 million dedingizmi? Ha, 8 million. Lekin chiroyli ekan, qaranglar. Dumaloq ekan. Neobычный desa ham bo'laveradi buni, qaranglar. Gullarini. Holati lekin zo'r. Obunachilar, sizlarga tavsiya qilaman, agar andijonlik bo'lsanglar, bir qator kelib ko'ringlar. Andijonda past raqamlarni yozib qo'yamiz, akamiz raqamiga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumotini akamizdan olsanglar bo'laveradi. Bunisi qancha aka? Bunimiz ham 8 million so'm, bunimiz qoplanmagan varianti. Nargisi qoplamali, bunimiz shampan svetda ishlangan. Atrof qoplanmagan. Buniki, lekin buniki qoplangan. Buniki qoplangan. Buni qancha aytdingiz? Ikkovi ham 8 million so'mdan. 8 million so'mdan kelib tanlab olib ketaverasizlar, kelishilgan holatda mana o'rtasi aynidek bo'lagan. Qaranglar, qiziq ha? Zo'r aka. Keyingisi ham sizdanmi? Keyingisi ham bizdan aka, bemalol. Qancha bo'ladi? Bularimiz 7 million so'mdan chiqadi, oyoqlari oddiy variant aka. 7 million so'mdan. Taxta bo'laveradi. 12 ta stoli bor buni ham, ha? Ha. 7 million so'mdan. Hurmatli obunachilar, past raqamlarda qoldiramiz. To'liq ma'lumotlarni akamiz o'zidan olsanglar bo'laveradi bemalol. Bu ham sizdan aka? Bu ham bizdan aka, ko'raverasizlar. Bu ham chiroyli ekan, ha? Ha, bu ham bambu 3D varianti. Aha. Akvarium modelni dumaloq varianti. Buni materiali qayerdek aka? Bu yoq hammasi O'zbekistonlik, yong'oq yog'ochda bo'lgan. Yong'oqdan tayyorlangan. O'zimiz yong'oqdan tayyorlangan ekan. Mana bemalol kelishsanglar bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Qancha aytyapsiz aka buni? Bunimiz aka 15 million so'm qilib beramiz. Kelishtirib berasizmi? Sizlar nominlardan chiqsa, skidkalarni qilib beramiz aka. Oxiri qancha qilib berasiz masalan obunachilarimizga? Oxirgi narxini aytib qo'yavering. 14,5 million so'm qilib beramiz. 14 ga bo'lmaydimi? Yo'q aka. Kelishtiring, obunachilarimizga arzonroq qilib chiqaraylik. Bo'ldi aka, sizlarning nominlardan keladigan bo'lsa 14 dan qilib beraveramiz. 14 millionga mana mashina qilib beraverar ekan akamiz. Masalan, buni men o'zimga olgandek so'radim, chunki albatta o'zimga ham yoqdi, chunki juda chiroyli ekan, qaranglar mana. O'zingizlar keladigan bo'lsanglar ham o'zi chiroyli narsa, menimcha albatta didi bor odam bo'lsanglar, sirazu ko'zga tashlanadi. Menga yoqdi.
O'shaning uchun o'zimga tortishgandek tortishdim sizlar uchun obunachilar bemalol kelishaverasizlar. Yana bormi aka sizdan? Bunisi ham bor aka, Sheyx Bunisi qancha? modelimiz. Bunimiz Xitoy plastmassa stol bo'ladi. Qaranglar. Yangi fason shekillangan bu menimcha, o'rtasi dumaloq, ha? O'rtasi dumaloq. Aynalik. Stulimiz o'zi ham yangilik aka, bir ko'rsatib qo'yarasiz. Sheyx modeli bu 100% plastmassa bo'ladi, machalkalari 12 sm balandlikda bo'ladi. Buni yonlari ham gulli bo'ladi, oldi oyog'i bilan orqog'i pasti bir xil bo'ladi. Buni orqasi ham pardalik, yelim stol, orqa oldi gulli bo'ladi. Aka, qarang, sizlar stolni o'zini ham yasab beraverasizlarmi? Ha, stol o'zini ham. Masalan, stollar qancha, mana shu stol qancha bo'ladi? Bunimizni optim narxga $75 chiqazib beramiz. Bittasini. Sheyxda. Ya'ni mana shu plastmassa stol so'rasa $75 chiqazib beramiz. Bu komplekt o'zi qancha? Bu komplekt o'zini 14 million so'm deyapmiz. 14 million so'm, kelishadigan joylari bor yana, bemalol. Aloqaga chiqaverasizlar. Bu ham sizdanmi? Bu ham bizdan aka, ko'rib ko'rasizlar. Qancha ekan? Bular ham 7,5 million so'm, 8 million so'mdan chiqaveradi aka. 7,5-8 million so'mdan akvariumligi 8, akvariumsiz holati bu. High-tech fasoni. U ham 12 ta stoli bor, ha? 12 ta stoli. Bu ham sizdanmi? Yo'q, bu bizdan emas. Yo'q, bu akamizdan emas ekan. Hurmatli obunachilar, Andijon mebel bozoridan yangi ochilgan Sharxon yo'lidagi mebel bozoridan hozir sizlarga stol stur narxlarini obzor qilib berdik. Albatta mehnatimiz qadrlangan holda bittadan laykni ayamasdan bosinglar. Video ko'proq odamga tarqaladi. Sizlarga qaysi mebel yoqdi? Yoqqan mebelda narxini kommentariyaga yozib ketinglar. Menga mana unisi, mana pulli mebelimiz yoqdi deb yozib ketinglar. Xudo xolasa, keyingi safar sizlarga yoqqan mebelda albatta ko'proq kanalimizga chiqarishlikka harakat qilamiz. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Qudratullo o'z bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishamiz inshaalloh. Xayr hammaga.